Putin kulib javob berdi. Tramp esa uni 6 oyda sindirishga va'da berdi. Rossiya Ukraina urushi Yevropa armiyalarini uyg'otdi. Navbat Xorvatiyada. Rossiyadagi o'zbekistonliklar soxta hujjatlar bo'yicha ogohlantirildi. Zarur bo'lsa kirib boramiz. Fransiya generali Rossiyani ogohlantirdi. Suv urushi yaqinmi? Tolibon daryoda to'g'on qurmoqchi. Sobiq prezident jiyanining mol-mulki tekshirilmoqda. Bosh prokuratura. Turkiya maydonga tushmoqda. Erdo'g'on G'azoni tiklash rejasini boshladi. Putin kulib javob berdi. Tramp esa uni 6 oyda sindirishga va'da berdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putinning sanksiyalar Rossiya iqtisodiyotiga ta'sir qilmaydi degan bayonotiga munosabat bildirib, o'zi joriy etgan sanksiyalarning ta'siri 6 oy ichida namoyon bo'lishini aytdi. Bu haqda 23-oktyabr kuni O'qo'ydagi matbuot anjumanida so'z ochdi. Uning shunday fikrda ekanidan xursandman. Bu yaxshi, nima bo'lishini 6 oydan keyin ko'ramiz, dedi Tramp Putinning gapiga javoban. Oq uy matbuot kotibi Caroline Levitt jurnalistlar savoliga javob berar ekan, Tramp tomonidan joriy etilgan ancha jiddiy sanksiyalar Rossiyaga bosim o'tkazishi va iqtisodiy zarar yetkazishini kutayotganini bildirdi. Bir kun oldin Putin Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar haqida izoh berib, bu cheklovlar mamlakat iqtisodiy holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligini aytgandi. O'zini hurmat qilgan hech bir davlat hech qachon bosim ostida qaror qabul qilmaydi, dedi u. 16-oktyabr kuni Tramp va Putin telefon orqali suhbatlashganidan so'ng AQSh prezidenti Vengriya poytaxti Budapeshtda Rossiya rahbari bilan uchrashishni e'lon qilgan edi. Biroq 23-oktyabrda Tramp bu uchrashuvni bekor qilganini ma'lum qildi. Menimcha biz kerakli natijaga erisha olmasdik. Shuning uchun uchrashuvni bekor qildim, ammo kelajakda buni amalga oshiramiz, dedi u. Rossiya Ukraina urushi Yevropa armiyalarini uyg'otdi. Navbat Xorvatiyada. Xorvatiya parlamenti 24-oktyabr kuni mamlakatda majburiy harbiy xizmatni tiklash to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qulladi va armiyaga chaqiruv e'lon qildi. Bu haqda The Independent xabar berdi. Qonun Rossiyaning Ukrainadagi harbiy harakatlari ortidan kuchaygan xavfsizlik xavotirlari, shuningdek, Bolqon mintaqasida qurollanish va armiyani kengaytirish jarayonlari fonida qabul qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2007-yilda tug'ilganlar yil oxirigacha tibbiy ko'rikdan o'tishga chaqiriladi va ularga oylik maosh tayinlanadi. Mazkur qarorga 151 nafar deputatdan 84 nafari ha, 11 nafari yo'q deb ovoz bergan. 30 kishi esa betaraf qoldi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2 oy davom etadigan bu xizmat yoshlar uchun asosiy harbiy tayyorgarlik kursi sifatida o'tkaziladi. Mamlakatda 2008-yilda ko'ngillilik asosidagi armiya tizimiga o'tilgan edi. Maqsad yoshlarni inqiroz holatlarida kerak bo'ladigan bilim va ko'nikmalarga o'rgatish. Ular milliy xavfsizlikni ta'minlashga o'z hissasini qo'shishi kerak, deyiladi Xorvatiya mudofaa vazirligi bayonotida. Xorvatiyada iyul oyida 91-95-yillardagi urush g'alabasiga bag'ishlangan yirik harbiy parad o'tkazilgan edi. Mamlakatning mazkur urushdagi raqibi